shaxslarga maksimal 300 million so'mgacha beriladi. 100 milliondan sug'urta asosida 100 milliondan 300 milliongacha garov asosida beriladi. Buni muddatlari 6 yilga 2 yil imtiyoz davri bilan o'zini tadbirkor 1 yildan oshiq tadbirkorlik qilayotgan shaxslarga yoki oldin oilaviy kreditdan 14% imtiyozli kredit olib yaxshi yopib keyinchalik yashil faoliyatini rivojlantirish maqsadida bo'lgan jismoniy shaxslarga ham gapirdi, ya'ni yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgandan keyin beriladigan kreditdir. U 100 million garov sug'urta asosida o'zining yo'nalishi bo'yicha beriladi. 100 milliondan 300 milliongacha garov asosida. Garovga noturar joy yoki avtomobil o'ziga shaxsiy avtomobili 3 yildan oshmagan bo'lishi kerak.